Bu videoni ko'rib turgan tadbirkor ishbilarmon aka-ukalarimizga, ya'ni o'g'it ishlab chiqarishi va mineral o'g'itlarni ishlab chiqaradigan aka-ukalarimizga bir taklif, iltimosan. Mana shu aholini hayvonlardan chiqadigan chiqindilarni qayta ishlab, koeffitsiyentlarini kuchaytirib, aholiga qandaydir paketli qilibmi, nimasi yer o'g'itlariga yaxshi mineral o'g'itlarga to'yimli qilib ishlab chiqarishni yo'lga qo'ysalaring. Bir taklif. Misol, meni o'zimdan bir oyda 10 tonna go'ng ishlab chiqaramiz. Va biz ularda sizlarga orinmasdan biz berardik shu narsani ishlab chiqarib, koeffitsiyentini kuchaytirib, mevalarimizga, dehqonchiliklarimizga yaxshi oziqaga boy nimasi bo'ladi, kuchga to'lgan o'g'itlarni yetkazib berishlaringni bir o'ylab ko'ringlar. Mana shu narsa ham zo'r fikr va zo'r biznes reja.